Yaxshi uy qidirib charchadingizmi? Mana shu uy sizni ishingizni hal qiladi. Uyga bitta ko'rib baho bersanglar, o'zingiz tushunib olasizlar. Juda ham chiroyli uyimiz bo'ladi. 104 kvadrat metrli, Yakkasaroyda joylashgan 3 xonali ideal uyimiz bo'ladi. Bu uyga kirasiz u qolasiz aziz o'rtoqlar. Men javob videoni ko'rsanglar o'zingiz bilib olasizlar. Bu mehmonxonamiz juda ham chiroyli qilingan. Bu yoqda asosiy kirish eshigimiz, kirganimizda kattagina mana shunaqa yo'lagimiz bor aziz o'rtoqlar. Bu yoqda o'ng qo'lda bo'lsa, umumiy yuvinish xonamiz bor. Juda ham chiroyli ta'mirdan chiqqan va bu yoqda bizning to'g'rida oshxonamiz bor. Ayollarimiz uchun hamma sharoitlari qilib qo'yilgan, tashqariga qaragan oynalargacha qo'yilgan, choy ichish uchun stol stullari ham mavjud aziz o'rtoqlar. Bu yoqda mana kattagina yo'lagimiz va stroyniy shkaflarimiz va alohida bizning hojatxonamiz bor. Juda ham chiroyli ta'mirdan chiqqan va yosh bolalar yotoqxonamizni ko'rasizlar. Juda ham chiroyli qilingan, 2 kishilik kravatlari, alohida kattagina maydonga ega xonamiz va dars qilish uchun stol stullarni ham qo'yib qo'yishibdi. Eng qiziq joyi, aziz o'rtoqlar, master yotoqxonamizni ko'ringlar. Kattaligini juda ham keng qilingan. Bunaqa issiq kunlarda mana bu yerga bitta basseyn ham qo'yib olsak bo'ladi. Juda ham zo'r ekan. Keng qilingan kattagina maydonga ega, ko'rsanglar bo'ladi. Televizorlari bor, katta kravatlari, tashqariga qaragan oynalari, konditsioner, shkaf, hamma sharoitlari bor aziz o'rtoqlar. 104 kvadratdan tashkil topgan, narxi 188 ming. Shoshilib qolinglar, kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxlarda baraka qilamiz. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi. Hammanglarga rahmat.